Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sonlarlar yaxshimi? Aslida bugun ikkinchi darsimni ko'rib turganimdan xursandman sizlarni. Hop, bugungi o'tadigan darsimiz ikkinchi dars. Birinchi dars ko'rmaganlar bo'lsa, profilga kirib bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Xo'sh, ikkinchi darsimiz bozorda qanaqa turlar bor? Brokerda vazifasi nima? Bozorda qanday foyda qilsa bo'ladi, qanday yo'qotsa bo'ladi, bugun ana shularni ko'rib chiqamiz. Oldindan uzr so'rayman, video kачествоsi, ovoz kачествоsi shatavuzi, chunki ofisda emasman. Hech qanaqa mikrofon, naushnik ham yo'q. Shunda kompyuterda o'zidan olyapti notebookdan. Xo'sh. Birinchi o'tadigan mavzuyimiz time frame va bozordagi mana bu shamlar haqida bo'ladi. Xo'sh. Sizlarga yozib ko'rsataman. Xo'sh. Mana bitta shama masalan. Bitta shamani. Bitta sham. Bitta sham. Ikkinchi sham, uchinchi sham, to'rtinchi sham, beshinchi sham, oltinchi sham. Bularning vazifasi nima? Time frame deganda nimani tushuniladi? Shularni bugun sizlar bilan Xudo xolisa ko'rib o'tamiz. Xo'sh. Time frame nima? Time frame yozilishi shunaqa bo'ladi. TF deb qo'yadi ko'pchilik bosh harfini olib. Time frame o'zi nima? Time frame o'zi nima? Time frame bu bozordagi grafikning vaqti, masalan, har bitta shamning ochilish vaqti. Masalan, hozir men 1 soatli time frame'da turibman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, 1 soat. Bircha deb qo'ygan, bircha soat deb. 1 soatli time frame'da sizlarga sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, bunaqa shamdan bir dona ochiladi 1 soatli time frame'da. 1 soatli time frame'da bunaqa shamdan bir dona ochiladi. Mishkamam yo'q, shunga noqulaylik bo'layotgan bo'lsa uzr. 1 soatlik time frame'da bir dona sham 1 soatda ochiladi. Har bitta sham, ya'ni har bitta sham 1 soatda ochiladi. Bezim ishga bo'lsam, mana shu ishlatolmayman. Ko'pchilik aytishi mumkin, MacBook'da o'zi touch variant yaxshi deb, men ishlatolmayman. 1 soatli time frame'da har bitta sham, masalan, sizlarga ko'rsataman. Bitta shama masalan, bitta shamani soyalari bor. Bitta sham. Soyalari bor bitta sham. 1 soatli time frame'ga masalan mana 1 soat qilsanglar, 1 soatli time frame'da har bitta sham 1 soatda ochiladi degani. Har bitta sham mana. Masalan, qaranglar. Mana hozirgi shamam 1 soatdan keyin 19 minutdan keyin mana yozib qo'ygan, 19 minutdan keyin yopiladi, boshqa sham ochiladi. Bundan oldingi mana bu shamam 1 soat davomida shakllangan. Mana oq shamam 1 soat davomida shakllangan. Bundan oldingisi ham 1 soat davomida shakllangan. Xo'p, 1 soatlik tushunib oldik. Endi masalan mana 4 soatlik o'tkazsak-chi desanglar. 4 soatda ham xuddi shunaqa narsa. Masalan,
har bitta sham bunda endi 1 soatda emas 4 soatda bo'ladi. Nimaga desanglar, biz 4 soatlik time frame o'tkazdik. Logikasi shu. Time frame logikasi shu. Hop, katta time frame bilan kichik time frame nimaga kerak? Shularni ko'rsatib, sizlarga aytib o'taman. Hozir prosta tushunib olishinglar uchun sizlarga qilyapman. Mana 4 soatga o'tkazsanglar, har 4 soatda bittadan sham ochiladi. Endi 15 minutlikka o'tkazsanglar. 15 minutligi, 15 minutlikda ham 15 minutlikda har bitta sham 15 minut degani. Bundan oldingi sham 15 minut oldin bo'lgan. Bundan oldingisi ham 15 minut davomida shakllangan. Bunisi ham hammasi. Kichik bo'ladimi, katta bo'ladimi, shammi 15 minut davomida shakllangan. Xo'sh. Time frame tushunib oldinglar. Time frame shunaqa. Endi time frame katta time frame bilan kichik time frame qanaqa farqi bor? O'zi time frame'da necha minutli, necha soatli time frame'lar bor. Shularni ham hozir sizlarga aytib o'taman. Biz ishlatadiganimiz asosan bizning umuman iloji yo'q emas ishlatishni. Ofisda masalan bor. Xo'sh. Nima keragi bor bu time frame? Time frame'da qaranglar. Biz ishlatadigan time frame asosiysi o'zi bor time frame'larni aytyapman sizlarga. 1 haftalik bor, 1 oylik bor, 1 kunligi bor, 1 soatlik, 4 soatlik, yarim soatlik, 15 minutlik, 1 minutliklari bor. TradingView pulli nimasiga o'tadigan bo'lsanglar, pulli variantiga har oy to'lov bo'ladi. Siz to'lovni qilib, masalan, Telegram premium bor, shunga o'xshagan narsa. Premiumga o'tadigan bo'lsanglar, 3 minutlik, 4 minutlik bo'lsa boshqa time frame'larni ham ko'rsanglar bo'ladi. Kichik time frame bilan katta time frame ta'siri nima desanglar, katta time frame'da masalan analiz qildinglar. Ularni keyinchalik o'rganib, esinglarda qolsin bu narsani yozib olinglar. Daftar, bloknot bo'lsa. Analiz qildingiz. Katta time frame'da masalan 4 soatlik time frame'da analiz qildingiz. Masalan mana selga yurayotgan joydan siz bitta razворот zona topdingiz deylik, buyga. Masalan pastga tushib ketayotgan joydan hozir ko'rsatdim. Bozor mana pastga tushyapti deylik, mana olib yasab, struktura yasab tushyapti. Qo'qqisda mana shab ko'tarilib ketyapti. Hop. Biz bu yerda nima qilamiz tasdiq olish uchun? Bezini ishga shunaqa qiynalaman shunda. Ulasini grafikda ko'rsaman. Bozor tushib ketyapti mana masalan bu yerda. Bozor tushyapti. Mana bu yerda masalan analiz bor, FVG zonangiz bor masalan. Qiziqadigan zonangiz bor. Mana shu yerdan tutgaman deyapti. Sizga tasdiq kerak. Tasdiqni olish uchun kichkina time frame kerak. Masalan 15 minutga turibsiz hozir. Menga tasdiq kerak qo'shimcha desangiz, mana 1 minutlik time frame olasiz masalan. 1 minutlik time frame olsangiz, grafikni yana ham kichikroq ko'rsangiz bo'ladi. Yana ham ichkariroq, chuqurroq ko'rsangiz bo'ladi. Bu nimaga o'xshaydi? Zoom qilasiz telefonni. Zoom qilsangiz yaxshiroq ko'rinadi, ichkariroq ko'rinadi. Uzoqdagi narsani yaqinroqdan ko'ra olasiz, to'g'rimi? Xuddi shu narsaga o'xshash bir narsa. 1 minutlikda zoom qilib turib yaqinroq qilib ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, qarang. M15 da qozoqchasiga oson tushuntirib qo'yaman. M15 da masalan bitta time frame'da, bitta candle'da M15 da 15 minutda, har 15 minutda bitta ochiladi dedim. Mana masalan
mana bu sham deylik. Mana oxirgi sham. Oxirgi sham. Mana yurayapti, ko'ryapsiz? Pastga qulayapti. Shu oxirgi sham. Endi buni M1 ga o'tkazadigan bo'lsangiz 1 minutlik time frame. Mana xuddi shu shamning ichidagi 15 ta grafik ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta, 13 ta, 14 ta, 15 ta. Mana 15 ta grafik M15 dagi bitta shag'amga teng. Tushunyapsiz? Yaqinroq qilib ko'rsangiz bo'ladi. Shunaqa. Tasdiq uchun kerak bu narsa. Masalan, endi o'ylang. 4 soatlikka o'tkazdingiz. 4 soatlikdagini endi har 1 minutlikka o'tkazib turib ko'raman desangiz, nechta candle kerak bo'ladi? O'ylayapsiz? Mana bitta shag'am 4 soatda ochiladi. Endi 1 minutlik time frame ga o'tkazib turib, buni ko'raman desangiz, ancha qiynalib qolasiz. To'g'rimi? Uzoqdan grafikni kattaroq, uzoqroqdan ko'proq объемda ko'rish uchun kattaroq time frame yaxshi mana. Bu yerda 4 soat, 8 soat, 10 soat, 14 soat, 18 soat bo'lib ketaveradi. Lekin 1 minutlik yo bo'lmasa 5 minutlik yo bo'lmasa 15 minutlik ko'rsangiz ham 16 soat ko'rish uchun voy qancha grafik orqali surishingiz kerak. Shu narsa. Oddiy telefonni zoomiga o'xshaydi bu narsa. Sizlarga oson qilib tushuntirsam. Time frame degani shu narsa, akalar. Hop, time frame tushunib oldik. Masalan, 4 soatlikda bitta candle shakllanadi har 4 soatda. M15 ga masalan 15 minutlik ko'rsanglar, har 15 minutlikda bitta shag'am shakllanadi. Shu narsani yodlab, iloji boricha daftarga yo bloknotga yozib olsanglar, o'zingizlarga asqotadi. Bu narsani повторение qilib qaytarasizlar. Kerak bo'ladi bu narsa. Xo'p. Endi sizlarga oldindan eshitgan bo'lsanglar kerak. Broker haqida gaplashamiz. Bu narsalarni bitta videoda ko'rib qo'yinglar, tashlab qo'yib, kallaga kirmaydi video ko'rish bilan. Iloji boricha yozib, qaytarib, masalan, videolar kerak bo'lsa yana boshdan ko'rib, miyaga quysanglar, o'zingizlarga kelajakda foydasi tegadi. Broker o'zi nima? Broker bu sizni bozorga olib chiqib beradigan vositachi, dallol desa ham bo'ladi. Masalan, qarang. Oddiy bozor, oddiy misol, Malikaga deylik. Malika bo'lsa, Andijonlik bo'lsangiz, o'zimizning mobil olam bor. Mobil olamga kirsangiz, turishadi-yu, telefon olasizmi deb mobil olamda ekan, Malikada ko'p bo'ladi narsa. Toshkentliklar biladi o'zi. Oddiy odamlar bo'ladi. Telefoningizni olib turib, tanishiga kirgizib turib, sotadi, o'zini do'ylasini oladi. Xuddi shu narsa broker deyiladi. O'zi bozordagi dallol oddiy misol. Dallol ham o'zini foydasini olib turib, iloji boricha bozordan ko'ra qimmatroq qilib, o'ziga yoqadigan narxda aytadi. Xuddi shu narsa broker deyiladi. Hozir siz brokersiz, to'g'ridan-to'g'ri bozorga chiqolmaysiz. Bozorga masalan shop ochib turib, bemalol kira olmaysiz. Bu narsa iloji yo'q. Broker bo'ladi. Broker orqali oddiy sizlarga eslab qolishinglar uchun dallol deydilar. Masalan, bozorda dallol bo'lsa, tradingda broker bo'ladi. Siz qarang. Brokerga siz pulingizni berasiz. Broker sizni bozoriga olib, işte 9 o'chirib qo'yishim kerak. Chiqadi. Brokerga siz pulingizni berasiz
va broker sizni bozorga olib chiqadi. Bu nima degani desanglar, hali tushunmay olasizlar buni. Hozircha vaqt ketadi, повторение qilib, qaytarib, boshidan 1 marta, 2 marta, 3 marta miyanglar kirmagungacha qaytarsanglar tushunib olasizlar, xudo xohlasa. Bu broker bu siz bozorga olib chiqib beradi. Siz pul berasiz brokerga. Masalan, siz bozorga kirmoqchisiz. Deylik, $200 bilan bozorga kirmoqchisiz. Bitta broker tanlaysiz. O'zingiz izlanasiz, boshqa qilasiz. Masalan, bizda qanaqa brokerlar bor? Xnest degan broker bor. Xnest. yoki Libertex bor. Libertex. Bilasizmi? Libertex yoki ssenariylarda A-Markets degan broker bor. A-Markets. A-Markets bor. Siz ko'rasiz. Masalan, oldingizda 3 ta broker turibdi. Brokerlar vasha ko'p ishoning, juda ko'p brokerlar. Har bitta davlat o'zining brokeri bor. Masalan, siz kelasiz, bozorga kirmoqchisiz. Ko'rasiz, masalan, Xnestga borasiz. Xnestga borib turib, shunaqa men bozorga kirmoqchiman deysiz. O'zini ustunliklarini, masalan, mana Libertexdan yo bo'lmasa A-Marketsdan ko'ra ustunliklarini bu aytadi. Menda masalan kreditni плечоda unlimited qilsa bo'ladi, yo bo'lmasa tezroq pul yechib beraman deydi, yo bo'lmasa ishonchli brokerman deydi. Keyin bunga borasiz, bu aytadi. Men katta shotlarni bemalol sarflasam bo'ladi. Подводить qilmayman seni. Komissiyam katta bo'lsa ham, lekin ishonchli brokerman deydi. Yo bo'lmasa ustunliklarni aytadi yana ikkita. Keyin bunga borasiz, bu ham itagiga ustunliklarni aytadi. Masalan, o'zida bor ustunliklari. Bularga qaraganda men monim ustun, mashinam bilan men bulardan ko'ra yaxshiroqman deydi. Siz shulardan o'z miyangizni analiz qilib, o'z qulayini tanlaysiz. Masalan, Xnest tanladingiz. Xnestga keyin siz borib, shunaqa $200 pulim bor, shu bilan bozorga kirmoqchiman deysiz. $200 pulingizni berasiz, sizga login, parol beradi sizga. Login va parol beradi. Login, parol beradi. Shu login, parolni terib turib, siz masalan MetaTrader 5 programmaga terib turib, kirib ola olasiz. Tushunyapsizmi? Kirib olgandan keyin bemalol ashitib ishlasangiz bo'ladi. Shunaqa narsa. Brokerga pulingizni berasiz. Broker sizga taqdim etadi. Masalan, kreditni плечо dedi, unlimited deb, alobatda ularni ham darslar davomida tushuntirib boraman. Faqat etap-etap. Hozircha aytdi narsalarni. Shunaqa. Brokerga ham tushunib oldingiz. Xudo xolasa tushunmagan joylaringiz bo'lsa kommentariyaga yozsanglar, yo bo'lmasa Telegram kanalimiz bor. Telegram kanaliga kirib turib, kommentariyasiga yozsanglar, men albatta xudo xolasa javob beraman bu narsaga. Masalan, bir savolinglar bo'lsa yozaverasizlar. To'g'ri, samimiy unaqa yo'q, adminlar bor, boshqalar bor, javob bermayman, pulli yo bo'lmasa boshqa narsa demayman. Qo'limdan kelganicha javob berib, xudo xolasa sizlarga ko'makchi bo'lishga harakat qilaman. Shunaqa narsa. Xo'sh, brokerni tushunib oldingiz, time frame tushunib oldingiz. Men ata mavzularni kamroq qilganda, masalan, bitta videoda 5 ta mavzu o'tmi, 2 ta mavzu o'tdi, lekin tushunarli bo'lsin, odamlarga foydasi tegsin. Etap-etap sekin-sekin o'rganishsin degan maqsadda. Masalan, 5 ta mavzu bir kunda o'tib olsam, bittasiga tushunib, bittasiga tushunmay qolishi mumkin, chala o'tib ketadi. Bundan ko'ra bitta videoda 2 tadan mavzu qilsam, o'zingizga ham, menga ham yaxshi bo'ladi. Menga rahmat. Siz orqangizdan shunaqa natijalarga erishdim desiz, bu narsa menga ham, как говорится, приятно. Yoqimli. Foydam tegayotgan. Brokerda xudo xolasa tushunib oldingiz degan umiddaman. Yana savollar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Videolar yoqqan bo'lsa, yoqayotgan bo'lsa, foydasi tegayotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, подписка bosib qo'yinglar. Kanalimiz yangi. Inshaalloh xudo xolasa yozib поддержка qilib tursanglar, ko'proq videolar chiqarib turaman. Harakat qilaman har kuni video chiqarishga, bo'lmasa 2-3 kunda bir chiqarib turaman. Hammalarga rahmat.
Harakatni to'xtamanglar, charchamanglar. Savollar bo'lsa bemalol yozsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa keyingi videolarda endi TradingView, MetaTrader 5 programmalarda qanaqa ishlash, qanaqa akkaunt ochish, qanaqa analiz qilishlarni o'rganamiz. Hammanglarga rahmat, charchamanglar.